Sizlar bilan obunachilar, sizlar bilan men o'sha Diamond va bugun biz o'sha vijmaniya qildik-ku 3-qismini. Bu safar 4-qismini olamiz. Hech bunaqa ko'p vijmaniya qilmaganman. Xullas salomlashib qo'y. Mayli, salomlashib qo'y deb salomlashib bo'ldingmi? Xullas bugun voy to'xtanglar. Stop. Xullas nima stop qildingiz deyishlar mumkin, chunki yangi skin qildim. Mana xullas men skinim dahshat. Ana bundaqa. Ya o'zimki yaxshi sani. Saniki rosa zo'r. Meniki chankifim ko'p shekilli, ha, ko'p ekan. Ha, bo'ldi, men endi qatimay qoldi. Biz bugun biz nima qilamiz? Ha, o'zi kichkina uyda yasharish jonga deydi. Nima o'tib olyapti? Ha, knopkalar kattalashtirib. O'ta darajada kichkina. Qilaylik. Mana. Bo'ldi. Endi sondiqda hamma narsani olishim kerak. To'xtanglar, oldimga qurib olaylik. Daraxt chopish kerak. Men chop. Ikkalamiz chopaylik. Sen qochib tur, eshikni oching. Xo'p, nima qilsa bo'ladi? Qanaqa daraxt? Arjani chopma. Xo'p, oddiy o'zimiz daraxtlar bor edi-yu, qani o'shalar. Oddiy o'zimiz daraxtlar. Yurchi topaylik. Ko'ryaptimi? Men chankifim kamligiga ko'rinmayapti shekilli. Ha, mana uni. Ikkitayu. Yo, archa. Oddiy o'rmonlar ham bor ekan, yur chopamiz. Yo, undan ham ko'p chopamiz. Uyga ko'p ketadi. Xo'p, uy quramiz. Yag'i, o'z bizda kuchayib ketganmiz. 10 minut olmay topganmiz, rekord turib. Kim? Uni hali chaqirgani yo'q. Ama ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin videoda ko'rsa aniq ishonadi. Hasad qiladigan o'rtoqlarim tiqilyapti. Islom yedi, agar sen shu videoni ko'rayotgan bo'lsang, hasad qilma, kommentimga negativ yozma. Asabim buzib. Nechta bo'ldi senda? Mana endi boshladi. O'shini eshitdi. 35ta, 36ta, 37ta. Yotoq? Yotoq bor. Do'stlar, o'zingizlarda nima gap? Lagerlarga borib yurib bilan yozda ta'minlayapsizlarmi? Bizga o'xshab. Qayerdasan? Qayerdasan? Men turgan joydamisan? Nega ko'rinmayapsan? Ko'rinma yo'q. To'xtanglar, mana bunday qilaylik. Mana. Endi yaxshi bo'ldi. Ha, yo'q, endi nima bo'ldi? Endi shu yerda daraxt chopamiz. Daraxtni shuncha daraxt chopgan. 59 ta bo'ldi. 26 tadan 2 stak chiqadi. Ya 32 ta bo'lsa 2 stak chiqadi. Hozir senda 1,5 stak taxta bor senda. 16 tadan 1 stak chiqadi taxtadan. Hozir vashshe ko'p. 1 stakdan oshib ketdi mana. Daraxt. Taxtadan. Saniki men ko'ryapsaniki. O'zing ham ko'rinding shekilli. Nomi lekin yaqinda. Nechta turibsan? Ko'rdingmi? To'xta, men olmay turib demayaptimi? Men ko'rdim.
Hop, yana daraxt bormi? Yo'q, men ko'zimga ko'rinmayaptimi? Mana ekan. Nima qilardim? 20 minut bo'lishi kerak edi. Yarim soat bo'lsinmi? Chetda o'zliklar uraveramizmi? Oxirgi marta o'zi qayt kuni video oldim, kechani hisoblamasa. Hop. Bu boshqacha daraxt. Buchi. Do'stlar, baydan bilaman. Baydan bilishlari mumkin. Yo'q, o'tib turibdi qishloq. Qochib ketamiz deganki. Nima daraxt qo'yapsan menga? Qishlog'imiz yoniga ekamiz bu daraxtlarni. Ham yo'q, ekib yurib. Daraxtlarning ber hammasini. Ber. Yo'qraman. Sen ham yordamlashib orasan. 2 stok 30 bitta. 8 10 stok taxta yetib bo'ladi endi. 2 kishi daraxt yo'qsa boshqa ekan. Hamster kombat bosib turibdi. Hammasiga sormaydi. To'xtanglar, hammasiga sor. Necha chopish kerak? U high-tech usulida bo'lishi kerak. Oho, endi daraxtlar to'kilib, chachilib. Mana daraxtlardan sanday mol. Necha chopish kerak? Hammasini maydalab olibmanmi? Yana chekkalariga ham bu daraxtdan qo'yish kerak edi. O'shanda qanaqadir chiroyli bo'lardi. Menda qo'ylar bor ekan, o'ldirib ol. Mana shu yerda. O'sha yotoq yasash kerak. Bizda ko'p xona bo'ladi. Hamma xonaga yotoq qo'yib chiqish kerak. Qishloqqa yetib olguncha stopdan ochdim, daraxtlar chopib, qishloqqa yetib olib, uxlab bo'lgandan keyin Metta yuquramiz endi. Metta ikki joy ekana, mana Metta. To'xta. Sizga menga lapatka kerak. Lapatka bor. 3-4 ta kerak. Shuncha joy tekisda boshqa zo'r yuqurmoqchiman men. Marisa, bitta olmasimga lapatka yasash yaxshimi? Yo'q. Nima? Ham ko'p ketadi. Bemalol yuqurib ketadi inventarimda narsalar. To'xtanglar, bitta olmos chiqib olib chiqib ketyapman ekan. Lapatka kirgan turibdi 3 ta da. Tugasa beraman. Hali ko'payib ketadi narsalar. Nima fokus qilaveradi. Mariya. Lapatgandim, sen uraymi? Ikkita bo'lib qoladi. Nimada uray? Lapatka o'zi ikkita bo'ldi. Menga ham kerak-ku, men yuquryapman. Bo'pti, tugasa berasan. Yoniga ketyapman. Mana. Ishlatilganmi? Juda ishlatilgan. Chamanami? Ishlatasan bir oyoqlarga.
Hangi iş aytaymi? Daraxt chopdi. Birisi chopdi. Yo'q, qara. Daraxt chopgim kelyapti. Agar kelmasa qo'y o'ldirib ket. Chunki bizga qo'y juni kerak. Undan pol yasaymiz. Poldan biz o'n narsa qilsa bo'ladi. Soyabon yasaymiz. Uyimiz tashqarisiga. İp bormi sanda? Agar bo'lsa, ip ham top. Bo'lsa konga tushib kelsan. Kon. Sen göz işan topşusu olarmi? Nazani? Daraxt topib, chunki daraxtni o'zi ham uyga top kerak bo'ladi. Bir oddiy to'g'richa qurmayapsan-mi? High-tech stilda anaqa zo'r. Qasr? Qasrga shigo taxta ketadi. Qasr bas, birorta chiroyli va chiroyli qo'yma. O'zini qurish harakatida. Hozir qishloqda yaqindamsan yo daraxt topsan uzoqda? O'sha uzoqdamisan? Ayda bo'lganingda ovqat olib chiqib berardim. O'sha tekiga tashlab olib o'layotgan joyingga. Yeb olib beraman. Teki. Ana. Uni nomini ko'ryapti, o'zing ham ko'ryapsan, sakrayapti. Ana. Ha, so'zi yetadi. O'zi yetadi. Ya, o'zi yo'q. O'zi so'zini o'zi yetib o'tadi. Ha, boraversan daraxt chopib, men o'zi yetadi deyapman. Kim maqtandi? Nima qilishdi? Nimani? Nimani? Uchta video qildi o'shada o'dishdi. Bitta videoda 3 ta qilsa o'dishdi. Kim? Ayollar. Ularga ham aytdingmi? O'zi ham bu 4-qism. Bu vashshi ko'p qismgacha bo'ladi. Men o'zi 3-qismda o'ziga final deb yozib qo'yibman. Final u oxirgi qism degani. Lekin bu final Daraxtda keng bo'lsa. Cho'mbasa. Abita topganida. Abita topdi. Nechtalar o'yib ketdi? Xo'p, nechta? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta kiloy. 8 tak. Ancha ko'ladigan joy bor yana. Xo'p, tashqariga chiqib, loylarni solib kerak narsalar solib chiqish kerak. Hozir inventarim to'lib qoladi, keyin o'tiraman. Endi bu loylarga mahallamizda asfalt qilib bo'ladi. Daraxt chiqib kelib bo'lsang, asfalt qilib yuborasanmi? Asfalt? Men jicha joyini qildim. Nima? Qanaqa? Uyimizga partiga sig'ishga tushadigan soda qo'yamizmi? O'shanda oltiramiz,
Yo'q, kim o'g'irlardi? Qishloqlar. Ololmaydi-ular, jinni sonliqda ochishni bilmaydi-yu. Ko'pchilik mana shu qishloqda ana jitillar qurgan deyshadi. Sen nima deysan bu fikrga? Ha. Anaqa fikringni ayt. Jitillar rostdan ham qurganmi? Fikringni ayt-chi. Sen uchun o'sha jitillar qurganmi shu qishloqni yo oddiy o'yin yaratuvchilar qilib qo'yganmi qishloqni? O'sha yashaydigan kompot qilgan. Kompot o'yin yaratmagan u. Bu o'yinni yaratuvchilar qishloqda o'zi programmasida o'sha qurgan. Bu qishloq o'zi ana Minecraft, Bedrock yoki Java Edition o'shaqalardan o'g'irlangan o'zi bu o'yin. Klon versiyasi, haqiqiy Minecraft bas bu. Craftsman u. O'zi ham bu birinchi versiya ham bas 0.14 versiya. Bu qismda bu o'yinda lekin ajdarho yo'q. Bo'lganda ham o'ldirib kelardi. Ha? Shu turishimizda o'ldiramiz lekin. Shuncha aslahalarimiz bor, qilichlarimiz. Abdulla aka, hozir portlatadigan narsalarda portlaydi, turlicha nimalar aylanadi. Tanitimi? O'shani Tanitimi? Teatrini savoblar olsa, o'sha portlaganda endi xato joyi tegadi, shuncha ucharmaganda savoblar olsa qilishni o'ldirish kerakmi? Yo'q, bitta ajdar o'sha ani o'ldirishni bitta usuli bor. Qara, hali joyiga bitta joy bo'ladi-yu, hani o'ldirib bo'lsang o'sha joyga portal quriladi-yu. O'shda har doim hali uchib kelib o'shga turib oladi bitta joyga. O'shga borib bombalar qo'yib tashlasang, o'shga kelgandan keyin portlatib yuborsang o'ladi aniq. Yoki yarim jonidan ko'p joni ketadi. Yana bir qatorga o'lab chiqish kerak. Katta. Uyimizni podvali ham bo'ladi-da, podvali andaqa ferma bo'ladi. YouTube'da ko'rib qoldim bu uyni. Bu uyni o'zi jonsizda qurish kerak, biz jonlida quramiz. Uyni qurishga 17 minut ketibdi. Stop. Ular yana stopni ochdim. Undan ham g'alatiroq edi. Minecraft o'shanda Markus Persson Minecraftni Microsoft kompaniyasiga 2 milliard dollarga sotib olgan ekan. Minecraftmi? 2 milliard dollarga. Qancha chiqishini bilasam, o'zing sotsang ham kelmaydi. 2 milliard dollar va Hashiko. Mana bularga taqalar. Masalan 2 milliard dollar senda bormi? Taqalimda dizel. Kim u dizel? Men dizel emasman. Diamondman. Diamond. Mana diamond. Mana diamond. Qaraya sakkiz diamond. Yana 8. Tasha. Tasha? Hop, yana uy qurishni davom ettiramiz. Bu podval. Mana podval quryapman. Hop, yana quramiz. Million marta. Nima bo'lardi boshqa? Hop. Birinchi qavat ferma edi. Yana toshlar buzib chiqish kerak. O'rniga loy qo'yish kerak. Haligi 3 ta ipdan adaqa yasasa bo'lar ekan-da. Nimada? Jum. Ipdan jummi? Yo'q, yasama, ip kerak bizga. Qara, hozir 3 ta paqir yasab, ichiga
Ana suv quyib kel 3 ta. Qara, 3 temir bor asanda. 9 ta temir ol. 3 ta paqir yasa. O'sha uchala paqirga suv to'ldirib kel. Keyin suv to'ldirib kel ichiga. Keyin o'sha teshikni joyiga tashlab. Yoki chaqir. Chaqirsang teshigiga tashlab olasan. Mana o'sha uyni ichiga tashlab. Diamond. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Ferma qilyapman-ku. Cho'chqam. Nima qildi hozir? Qani? Ha, mana yoqqa o'tyapti. Qaysiga? Ichib yubordimi? Anu. Loyla kerak. Bunaqa kerak. Oddiy o'zimiz och taxta kerak. Ketdi. Hadi diamond do'rma, chaqirgin kelsa diamondni. Yo'q, jinni men diamonddan kim oldilar? Ha, videoda ismimni aytmasligim kerak.